Hammaga salom. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Mazil yaxshimi? Biz inshaalloh yana yo'lga chiqdik. Taslim bo'lish yo'q. Xudo xohlasa bugun O'zbekistonga uchamiz, chunki kecha aeroportda o'zi bir kun keyingi reys bor ekan. Birinchi reysga bilet sotib olgandik. Kechagilikka sotib olmoqchi bo'lgandik, umuman yo'q edi. Aslida juda ko'p o'yladim, video qo'yaymikan, qo'ymaymikan, olaymikan, olmaymikan deb. No, kecha keta olmadik degan videolarimga juda ham ko'pchilik xursand bo'lganini bildim va men kimman ularni xursand qiladigan. Orqasi kuyadiganlar dasha kuyib yashash kerak-ku, to'g'rimi? Birovi dardiga bunchalik xursand bo'ladigan, yana ochiq oydin xursand bo'ladigan odamlar ko'payib ketganini bilmagandim, to'g'risi. Hammasini sizlarga ko'rsatib boraman yana. Mana bu kechagi yo'lda esladinglar. Men bitta bizani семейный fotosessiyalarimizni to'liq kartinkalari, albomlari hammasi chiqdi. Faqat endi inshaalloh O'zbekistonga borib kelgandan keyin raspakowka qilganman deysiz. Xudo xohlasa yetib keldik. Desa ham bo'ladi, bir 15 minutcha qoldi-da, rosa ham probka edi yo'lda. Bolajonimni isitmas chiqyapti. Bu safar yo'lga chiqsak, nima bo'lsa bo'lyapti. Asosiysi salomat yetib olsak bo'ldi. Yangi tomondan ketamiz-da. Ko'p bo'lmagan bu joy qurilganiga qaranglar. Ajoyib. Kechirasizlar, adashibman. Bir 4-5 yil qolibdi o'sha bu tomon ham qurilganiga, biz o'tmagan ekanmiz hech. Men o'zi kelganimga hali 4 yil bo'lmadi-ku. Bu tomon yanada tushunarsiz, qiyinroq ekan o'rtoqlar. Faqat chuchcha jang deb ko'rsatib qo'ygan, ya'ni parkovka deb. Parkovkadan samolyot deb znak qilib qo'yganda, nechinchi yo'l, qaysi yo'l ko'rsatmagan. Doim keladigan joyimizga o'xshatgan, qaranglar. Sizlar endi qayerdan bilaman deyishingiz mumkin. Kecha videoda ko'rsatganman-ku, o'shancha aytmayman-da. Mana bu joyni topib kelsak, biznesga chiqish joyi alohida ekan. Birinchi terminalda biznes, ekonom yonma-yonida. Bu yerda ekonom chiqish joyi ham umuman boshqacha darajada qurishibdi. Aeroport ichi ham bo'li chiroyli, bo'li narsalari ko'p, magazin, kofe shoplari. Menga shu tomon ko'proq yoqdi. Hozir biznes chiqib Bolajonim, bobo emasmisiz? Voy Allohga shukr, istamas tushibdi. Parollandi. Hammani qaranglar, chiroyliligini. Suvlarni qaranglar, har xil joylarda suvli zonada ko'proq ekan. Registratsiya qilamiz inshaalloh. Kechagi holatdan keyin yuragim gupillab uryapti. 좀 찍으면 Ha. Bu tomonni olsa bo'lmas ekan. Ana registratsiya qilayotgan qizi har ko'zi yumilib ochilganda meni ichim og'rib ketyapti. Allohga shukr, o'sha bo'ldi. Topshirib oldik bagajlarni, registratsiya qilib oldik. Bolajonim, acho'larni ko'rgan bo'laysiz? Dadasini tashlab ketayotganiga xafa. 여기 금방 들어갈 것 같은데? Ne, shimshimetta. Yuraman deb to'polon qotib, zerikib ketibdi bolam. 어떻게가 아주 이제 여기 목소리 다 나와. 나와? 나 혼자서 맛있는 거 먹고 빨리 들어오지. 나 혼자 가고 싶어서. 아닌데. 맞잖아. 배고파서요. 여기 봐. 나 혼자서 맛있는 거 먹고 이게 아이고 Ada papa anak kan? adanya Xudoga shukr o'rtoqlar, tekshiruvlardan polностью o'tib oldik. Salom, samolyotimizga o'tirib uch olsak bo'ldi. Shuncha aeroportlarga kelaman, lekin men shu duty free shunaqa joylarga umuman qiziqmayman-da. Bolam o'sha uyqusi kelyapti, qornini to'ydirishim kerak, uxlashdan oldin. Bolam zoni mana shu tomonda bo'lishi kerak. Mana shunaqa zona ekan. Voy, xudoga shukr kirib oldik. Joylarni qaranglar, qop-qorong'iligini. Вообще. Mani qornim och. Nimadir yeya olarmikan men bu yerda? Men to'g'risi koreyslarning ovqatini yemaganimga birinchi bolamga kashi tayyorlab berishim kerak. Davomini videoga olmasligim ham mumkin, chunki qo'limda kamera, kolyaska, patnos hammasi qiynalib ketaman. Bolajonim kashasini ichyapti, men ham tezda nimadir yeb olishim kerak. Hozir ketadigan vaqtimiz bo'lib qoladi o'sha. Terib kelganim shu bo'ldi o'rtoqlar. Men bitta o'zimcha salat qildim. Bu yerda mevaligi bor, просто list, sir, sous. Bu yerda sirni nimadir, pishiriq, bu yerda shirinlik. So, ice coffee bilan. Tezda endi zaryad qilib olishim kerak hamma narsamni. Tindirmayapti sharmanda qilib. O'sha boshladi yig'lash hammani qaratib. Bizga omad tilaylar.
Patnosga shunday narsalarimni olib kelganimni bilaman. Balo ham yog'madim, men bu bolani dastidan o'sha chiqadigan vaqtimiz ham bo'pti. Voy shunday mashta deb o'ylagandim, har yoqqa borish kerak ekan. Hamma narsa o'chgan o'zi bilasizlar. Hech hammasi bo'ldi. This is the 8th change and Yetib keldik, Allohga shukr. Korean Air. Nimaga baqirib chiq? Yeyqa. Yo, yeyversan. Meniki emas u. Qayersan? Ana yurdi. Xudoga shukr uxladi. Xudo xohlasa men ham ovqatim kelsa, maza qilib ovqatlanib uxlayman. Stюардесса молодец. Сразу kelib, qo'limdan olib, choyini tayyorlab, qo'lida yotqizavering deb ketishdi. Samolyot ko'tarilib bo'lishi bilan уже сразу tayyorlab berishdi. Boshlandi. Mana buni qornim ochib ketdi. Kanını oldu işte. Xem chưa để gì Bazen bir kurum at. verecek ve ben de bir şey böyle bir Iloji yo'q qilolgani oshligilab qo'ydim. Birinchi marta bo'lgani uchun shok holatda hozir o'tirishini qarang. Ha. O'ldi, yoqmadi. Otdi. Magan ishim qolmadi. Men bu bola uxlamadi shu bilan. Dengich berishdi hozir. O'rtoqlar bu ne go'zallik. Naqadar chiroyli. Kam bu soatda uchmagandim. Osmonni qaranglar. Qo'nishni boshladi. Olchib ko'rib ketyapti. Qo'yib bersam ham ko'rmayapti o'zi. Qarab qaranglar, qanaqa chiroyli. Men bu bolani qotgan ishim. Biz keldik kız. Biz geldik. Nima qilamiz endi? Ha, ajoylik qo'yamizmi? Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, kecha videoni to'xtatishga majbur bo'ldim. To'g'riroq, O'zbekistonga kirib kelishim bilan videoning davomini ololmadim. Hozir endi ertalab soat O'zbekiston vaqti bilan 8:10 zavtrakka chiqib ketyapmiz oilam bilan. Mana shunaqa bizning zavtrakimiz. Bilmayman, уже necha safardan beri только mana shu gостиницаga kelamiz. Zavtrakda hamma narsa bor, как всегда. Hozir o'zimga narsalarimni yig'ib olib ko'rsataman sizlarga. O'zimga mana shunaqa olib keldim. Qaranglar, bu yerda kotleta, menimcha ko'rinli grudkadan tayyorlangan, hali yeb ko'rmadim. Sendvich, 2 xil non, kartoshka. Tarvuzni juda ham sog'inganman. Tarvuz oldim, salat oldim, yogurt, bu esa oyim bilaniki. Bolajonimga men bu kashadan berib ko'rmoqchiman. Qornim juda ham och tushunishi uchun bir dunyo narsa yig'ib oldim. Ochlikda shunaqa bo'ladi-yu.
O'sha holatda chiqqandik zavqat qilishga. Zavqat oldik. Endi xonamizga ketdik. Amir bolajonim kayfiyati yo'q. Kecha juda ham qiynalib ketgandan kechasi bilan irillab yig'lab chiqdi o'zi ham. Hozirgacha hech narsa yemayapti. O'rtoqlar, men ancha o'zimga kelib oldim. Hali makiyaj nimadir qilishga umuman toqatim yo'q, chunki hamma joyim og'riyapti. Kecha kundan keyin еще прямой Namangan ketamiz, xudo xohlasa. Faqat hozir taksistimizni kutamiz. Taksist akamiz kelsalar, bizlarni olgani keyin chiqib ketamiz. Gostinitsaga ko'p kelaman dedim-ku. Mana bunaqa klientskiy kartam ham bor-ku. 15% chekilma bo'ladi. Hozir to'lov qilamiz. Biz ketdik. Syomka jarayoniga guvoh bo'lib qoldik, kutilmagan holatda. Ishlarimizni joyladik. Kattasini orqaga qo'yganni yonimizda. Nilza bolam. Bunday qilib urib ko'rsatsam ham urib qo'ydi. Ovqat. Ovqat yeylik, ovqat. Ishim. Evet bo'ladi. O'zbekistonda katta qozonlarni oshiga yetmaydi baribir. Koreyada qancha yesak ham. Dekoratsiyalarni qaranglar. Ko'pchilikda odam ko'p. Bu menimcha yangi filial, men hali kelmagandim. Men buni qaranglar, chiroyli qilib qo'yishganni. Вообще chiroyli. Tekin reklama bo'lib ketdi 5 qozonsidagi. Yo'da ham полностью tovoqlilar Namangan sevadi. Shunaqalar bilan dekoratsiya qilishgan. Sovsani kattaligini qaranglar. Ishlar uchun. Idishini qaranglar. Deze deur niet zo. Yo katta vada berib. Oké. Dan is het weer gebeurd. Dan de doktoren ben aan het spelen van dat. We gaan op de top van de zangen, zaten maar, we gaan weer oran. Butun podsiyasi ichimchilar uchun ancha kamayibdi. Lekin ta'mi o'zgarmagan bo'lsa bo'ldi. Eng muhimi shu. Mana, desam ham ishonmaydi. Bunisi choyxona oshi, birinchi ko'rsatganim to'y oshi edi. Bu meniki emas. Yurmadik, bu yaxshi. Hadi. Boş açılım olabilir. Hadi yapma. Olur bak. Olur. Ha, dükkanda lütfen var. Ben de doktorun dükkanda lütfen. Qaror bizga. Nomida? Nom, kulchami? Hadi şunu oluyor mu? Verin şunları. Abi de ben hala. Tamam. Hadi onu da kaldı. Mazza qilib ovqatlanib chiqdik. Eng omadim kelgan joyi bolajonim qiynamay turdi, shunisiga shukr. Ketdi umingda? Yo'q, kelyapti deb. Soat 15 ekan 2 bo'lib qoldi. Lekin biz hali yo'lga chiqa olmadik. Qancha yo'l kutib turibdi. Biz hali yuribmiz. Bolajonimga kasha olishim kerak edi. Kasha bilan влажный salfetka. Shunga birinchi magazin kirib, shu bilan to'xtamasdan ketishga harakat qilamiz. Hozir qo'ysa. Yana bitta narsaga xursand bo'ldim. Korzinkada xuddi Koreyadagidaqa ramyon tayyorlaydigan sharoitlar bor-ku, shu sharoitga qo'yishdi. O'yna olmaydim, zo'r. Güzel hiç kaldı. Vodiy Perevaloga kirishdan oldin oxirgi magazin edi, adashmasam mana shu. Bolajonim kashasiga suv topdik. Qanaqa holatda yo'lga chiqdik-ku, qanaqa holatda yetib boramiz, o'rtoqlar. 2 kundan beri shu bordi keldi, yo'lim juda qiyin-da. Mana Namangandan Koreyaga prямой reys bo'lganda qaniydi. Farqi yo'q qaysi shaharga bo'lsa ham prямой ketardim Namangandan. Belinali bolaka. Bo'lib rahmat. Chaprakam yaxshilar. Yor. Vodiy Perevalini kim ko'rgan yoki kim eshitgan? Hozir biz unaqa odam gavjum joyga to'xtamadik, chunki zapravkaga kirib ketdilar, Shobir aka. Paytdan foydalanib, men anaqa kulchani olmoqchiman. Qurib bilan chechim yo'q meni. Mana shunaqa nonlari bor ekan.
qaranglar, nonlarni xili ko'pligini, turlari. Siz ko'rib turib aytyapman. Deyapman. Rosa sizni ko'p ko'raman men. Rosa lajib bosaman sizga. Namanganliksiz? Namanganlisiz? Ha. Qanimada ko'p. Bitta o'g'ilchazam bor. Bitta turmushimni alchilaganman, keyin boshqasiga ketganman. Hozir hayotim rosa chiroyli. Rosa tomosha qilib yig'lab yig'lab men sizni ko'p ko'raman. Odamlar uchrashgan. Meni tanib qolishdi o'rtoqlar. Biram xursand bo'ldim. Mana bu qutlarni qaranglar. Mana buni kattaligini. Qo'lim bilan temayman, tushunishinglar uchun. Qanchalik katta. Ayve! Qaraysan? Obunachilar bilan suhbat. Yo'qshikli chiqarmadilar. Kirayarkanmiz. Biz va nihoyat yetib keldik. Tugadim o'zi. Вообще tugadim. O'zlari chiqibdilar, aytdim-ku. Tuzomisiz? Tandimi? Onqot. Okay? Rahmat. Bu ish bunchumda denende. 아들 계속 울고 전화도 못했대. 너무 더워 날씨도. 지금은 이제 며칠부터 한국 날씨 괜찮았어? 우즈벡 날씨가 우리 한국에 있을 때처럼 더워. 와, 아, 마음 아프다. 잘했어. Zakazimga binoan oshqovoqli manta yonida qatiqlar bilan mazza. Kelinglar. Ha. O'ynamayman biz. Mana sanga. Yurishi ham o'rganda. Yo'qolishdi. Zakazimni yeyishim kerak. Hammaga xayr, men uyga kelib oldim.